shunaqa chiroyli manzarali joyda, uyingiz bor, o'tiribsiz balkonga chiqib tomosha qilishga yetmaydi-da. Shunaqa joydan kvartira chiqyapti, Samarqand shahar, travmatologiyaning oldida. Ko'ryapsiz, примерно bir 500 metr, 600 metr atrofida dom yo'q, polniy mahalla, manzaraga ama gap yo'q. Juda ham chiroyli. Uyimiz 2 xonali, mebellari polniy remont qilingan, Yevro remont. O'zi do'kontorning o'zining kotelnigi bor, ya'ni polniy istalgili. Hamma narsalar, mebellari bor. Eng qiziq joyi, hamma narsalar ichga qilingan, ya'ni idish-tovoq yuvish uchun kir mashinasi, o'zi umrligi, xolodelnik, polniy mebellari bor. Ko'rib bir maza qilasiz, yosh oilaga juda ham mos keladi. Bu yerda mehmonxonasi, o'zining televizori. Bu tomonda ham o'zi manzaraga, lekin juda ham chiroyliligi uchun gap yo'q, lekin hozir yana bitta yotoqxonasini ko'rsataman. Bitta ko'ramiz. Uyli yotoqxonasi bu. Yana burchiga qo'yilgan, mebellari polniy qilingan, kirib yashasangiz bo'ldi-da. Sizdan nima ketadi, dedi. Eshikka kirganingizda o'zini oyoq kiyim ilish uchun polniy oyoq kiyimni pastga qo'ysangiz, kiyimlar siz o'zini sanozali, polniy mebellar qilingan. Hamma narsasi o'zi tayyor.